Zebur 15. Munaccat. Ey Perverdigar, kim kireler mukaddes çedirınga? Kim sana ibadet kılalar mukaddes Siyon tig'ingda? İbadet kılalar uyede, to'g'ri yo'lda mangdiganlar, haqqoniy ish qildiganlar, haqiqatni chin dilidan so'zlaydiganlar, boshqalarga qari chaplamaydiganlar, do'stiga yomonlik qilmaydiganlar, qo'shnisiga haqorat qilmaydiganlar. Peskashlardan yirkindiganlar, taqvodorlarni hurmatlaydiganlar, ziyon tatsumu va'disida turdiganlar. Jazoniga pul qarz bermaydiganlar, pora yeb begunohga ziyon samaydiganlar mangu tavranmasdir. Mana bular.